Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu ko'rib turgan lesalarimiz bir komplektga 460 ming so'mdan ekan. Nima deyapti narx-navomiz? Kraska ham qilib berishadi albatta. Paddonsiz holatda ekan. Mana shu holatda bo'ladi, paddon qo'shib berilmaydi. Agar paddon bilan oladigan bo'lsangiz 630 ming so'm ekan. Bu holatda 800 ming yoki 750 ming so'm sotib turganda hozir narx-navolar juda ham arzon qilib, chunki optim holatda chiqarishyapti ekan. Hozir ko'rib turgan lesalaringizdan barchasi buyurtma asosida tayyorlab berishyapti ekan. Mana optim holatda svarkalarga e'tibor qaratamiz. Polностью kuyib chiqilgan. Sababi 5-6 qavatli binolarga ko'tarilganda mustahkamlik juda ham zarur bo'ladi. Shuni inobatga olingan holatda baquvvatligiga juda ham ahamiyat berishyapti. Mana ko'rib turganimizdek har bittasini tekshirib olishadi svarka holatini. Chunki bu juda ham inson hayoti xavf ostida qolmasligi uchun. Kimga kerak bo'lsa pastda raqamlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasangiz bitta paddon olsangiz, ikkita paddon olsangiz, bitta kashak olsangiz, ikkita kashak. Telefon qilsangiz narx-navosini chiqarib berishaveradi. Agar bitta paddonsiz oladigan bo'lsangiz 460 ming so'mdan aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat barchaga.